Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Boshpana TV kanalini ko'ryapsizlar. Men sizlarga 3 ta bir oy ichida bitadigan yana zo'r obyektni ko'rsataman. 2 etajdan 1.7 sotuvdan salkam 5 sotuvga 3 ta qurishyapti. Toshkent shahri Sergeli tumani Sultonobod mahallasida. Bu uyni ham videosini ko'rsatdim. Hali darvozalari bunaqa holatda emas edi. Mana shu chizuvchani ustiga bossangiz, eski videoni ko'rishingiz mumkin. Agar qiziqsangiz, qanaqa qurilganlarini hammasini ko'rsatyapman. Bunaqa duxu yetadigan quruvchilar ham tayyor bitgandan keyin ustini chiroyli qilib taqillatib sotayotishibdi. Men sizlar uchun, obunachilarim uchun mana har hafta kelib ko'rsatyapman-da shunaqa obyektlarni. Nimaga yaxshi uy olinglar, sifatli uy olinglar, to'lagan pulinglarga arzisin deb. Bular qo'yadigan narxga dabdala qurib ketayotganlar xuddi shunaqa narx qo'yib sotib yuboryapti, lekin siz sifatli mahsulot olishingiz mumkin. 3 ta bir xil, hamma tomonlardan bir xil 5 ta xonasi bor, 100% bitirib beriladi. Mana darvoza xonalari, darvozalarni ham yaxshi pechatni oddiy taq qiladigan emas, qalinlarini qo'yishyapti. Xo'p, bu kirganimizda bunaqa stashkasi yo'q edi. Kafillari yo'q edi mana. Kafillarni ham qiralarini chiroyli qilib chiqarib, zo'r qilib sifatli ishlashyapti. Mana tunuka-pon ishlarini boshlashdi. Keyin kelganimizda bu yerda uje ancha ish bitib qolgan bo'ladi. Tashqaridagi mana bu yerda bemalol oshxona qilib olsangiz bo'ladi. Tashqariga bu yerda oshxona qilsangiz bo'ladi. Bu yerda o'zini hojatxonasi bor. Bemalol bu yerga bitta mashinangiz sig'adi. Hattoki bu yerda mana xohlasangizda endi stol qo'yib o'tirsangiz ham bo'ladi. Keyingina mana zinalarini ham kafillari uje bityapti. Keyin safar kelganimizda ancha holat bitadi. Siz ham uy sotaman deb qiynalayotgan bo'lsangiz, onaxon, otajon, agar qiynalayotgan bo'lsanglar, tepada nomerim turibdi. 97 kodi bilan 422 27 75 telefon qilsangiz o'zim javob beraman. Uyimni sota olmayapman, qiynalyapman, tezroq sotishim kerak desangiz, men o'zim chiroyli qilib obzor qilib, aynan shu Boshpana TV kanalimda, YouTube'da, Instagramda, Telegramda obzorlarni joylashtirib, tez kunda sotilishiga sababchi bo'lamiz. Ko'pchilikning uyini, sizni ham uyingiz sotilishiga sababchi bo'lsam, xursand bo'laman. Xizmat haqlarimiz juda ham arzimagan pul. Uni ham bir qismini olamiz, kelib ketganimizga va sotilgandan keyin qolgan qismini olamiz. Katta pul chiqmaydi, 1% ham chiqmaydi. Maklerlar 3% ga ishlayotgan bir paytda. Ketdik. Mana ko'ryapsizlar, qalin termo romlari. Bu yerda koridor bor, mana oppoq. Bo'tlarni hali shunaqa chiroyli qilib bitirib berishadi, eshiklarini ham qo'yib berishadi. 100% holatda tayyor bo'ladi. Bu yerda mana kattagina zali bor. Katta zal, katta romlari bor. Aquaplast romlari, oddiy romlar emas. Mana bu yerda mana anaqalarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Mana pastda nima deydi bularni? Tega ishlatadi, tarketlarni mana. Mana mashinalarni qo'yishadi. Baqvat ana ingichkalar emas, mana qalinlarni ko'ryapsizlar. Chiroyli qilib 100% bitirib berishadi. Bu yerda mana batareykalari ham turibdi mana. Batareykalarni ham qo'yib berishadi. Bu uyda Wi-Fi'lariga, simigacha, antennalarigacha va toklarigacha tortib qo'yishgan uz kabeldan. Oddiysi emas. Bu yerga sizga lyustralarni ham qo'yib berishadi. Kelishsiz, plus bu yerda 100% topshirishadi. Siz mebel texnikangizni, gilam pardangizni olib kelib yashayverasiz. Xo'p, davom etamiz. Bu yerda hol joylashgan. Mana bitta hol bor. Eslatib o'taman, 1.7 sotuv, salkam 1.7 sotuv, 5 sotuvga 3 ta qurishyapti. Bir xil planirovkada. Umumiy sanuzeli. Ko'ryapsizlar, ichlarini, kafillari bitgan. Bu tarafda o'sha kir mashinani qo'yib yuborishsangiz bo'ladi va zinani tagida ham joy bor. Bemalol ro'zg'or mahsulotlaringizni qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda ikkita xonasi bor. Bittasi oshxona. Tashqariga, orqa hovliga chiqish eshiklari bor. Akfa eshiklari bor bu yerda. Bitta ko'rsatib yuboraman, ustalar bor ekan. Shundan bitta ko'rsatib yuboraman mana. Tashqaridagi orqa hovlilari havo aylanishi uchun akfa romlari, oshxonani kafillari ham qo'yilgan. Bu yerda birinchi etaj uchun yotoqxona, TV zonalari bor, akfa romlari qo'yilgan. Patologlarni ham chiroyli qilib ishlab berilgan. O'tgan safar mana shu ishlab turishuvdi. Videoni eslayotganlar bo'lsa, kommentariyga yozib yuboringlar. Bundan oldingi holat qanaqa edi? Hozir qanaqa? O'zi ko'ruvmidingiz eski videoyimni? Bitta yozib yuboring. Ketdik, ikkinchi etajni ko'rsataman sizga. Chiqolsak, chiqolamiz. Sizlar uchun chiqolamiz. Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Voy, bu yerda ancha-muncha ish bitib qopti, o'rtoqlar. Aboylarni boshlashdi mana. Aboylarni neobisniylari, atachento deydimi, nima deydi? O'shunaqa variantidan boshlashibdi. Mana bu yerga bitibdi aboy. Ozgina qolibdi, bitta liniyasi qolibdi. Ustalar hozir chiqib turishibdi. Biz kelganimizda ko'ryapsizlar. Qanaqa yorqin ranglarda chiroyli qilib patologlarni ham mana hali svetlari qo'yiladi, 100% bitiriladi. Batareykalari qo'yilgan, akfa romlari qo'yilgan. Bu yerda bitta xona. Umumiy sanuzel akfalar anaqa kafillari bitgan.
tepalarini ham bitirib, cho'tki qilib, bu hali unitaz vannalarni qo'yib berishadi. Bu yerda ham mana aboylari bitib qolibdi. Ko'rasizlar. Bu yerda ham yotoqxona, umumiy 5 ta xona o'rtoqlar, alohida oshxonasi bor. Bu yerda podvol yo'q. 2 qavat uchun katta spalniy bot, o'rtoqlar, zal emas, spalniy. Nima uchun? Umumiy sanuzelga ega mana. Umumiy sanuzelga ega, katta kafillardan ishlatishgan va o'zini alohida garderobiga ega mana. Kattagina garderobiga ega. Ko'ryapsizlarmi? Nima uchun? Chunki botga ana mebel-sebellarni qo'yib qilib hamma qilib yonidan o'tib o'tirmiz. Keng maza qilib yashaysiz keyin bilan yoki akamlar bilan keyin shu uyga xarid qilaman, zo'r ekan deb bir-biringizga tashinglarda, kelib savdolashinglar. $140,000 so'rashyapti. Toshkent shahri Sergeli tumani Sultonobod mahallasida turibmiz. 5 sotuk 3 ta bir xil qurilgan. Xohlasangiz 2 ta olaman, aka ukamiz yoki 3 ta o'g'lim bor, hammasini olaman desangiz zo'r skidkalar qilib berishadi va eng asosiysi hozirgi kunda juda ham ko'pchilik so'rayapti, ipotekaga berishadimi deb. Ipotekaga gaplashamiz deyishdi. Faqat narx-navolarni o'sha chiqadigan naloglariga qarab kelishib olasizlar. Pastda egalarning nomeri bemalol telefon qilib savdolash xarid qilsangiz bo'ladi. Men yana kelaman, bu bitguncha men kelaman, sizlarga ko'rsataman. Bu uchun bitta menimcha like va kommentariyada meni duo qilib, baraka toping, bizga ham shunaqa zo'r uylar nasib qilsin deb yozib olgan har bir obunachimga Allohim 2026-yilda g'oyibidan yetkazsin, qatdan kelib qolganini bilmay o'tiringlar. Tepada nomerim 97 kodi bilan 422 27 75 telefon qilsangiz uy joyingizni, sotiladigan yeringizni, uchastkangizni yoki bo'lmasa biznesingizni, magaziningizni, do'koningizni, xullas boshpana nimaiki bo'lsa hammasini reklama qilib sotilishiga sababchi bo'lamiz. Demak, keyingi chiroyli boshpanalarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.